Bismillahirrohmanirrohim. Sardor bir imkoniyatda katta qo'y fermadan, qurbonlikka yetadigan variantlaridan, yirik qo'zilardan chiqargan, qurbonlikka yetadigan variantlardan bo'lsa yanada yaxshi bo'ladi deydigan ekanimiz. Agar hozir ham borib, bemalol aka bitta ehsoningizni o'tkazadigan variantlar. Mana qarang. Qo'zini akalar tarsillamalar. Videomizga ana shunday like bosib kuzatib turasiz. Assalomu alaykum. Sardor bloger kanali obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari, mana shunday yirik qo'chqor ishqibozlari. Akalar, bugun hafta kuniga Xudo xolasa shanba, sanamizga 12-aprel. Bugun biz videolarimizni Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'idamiz. Ertaga yakshanba akalar kelib, ko'rib, dam olish kunida o'zim tepasida olaman deydigan akalarimiz aka Qo'chqorda nomer vanlari. Assalomu alaykum. Sardor beka, tuzumsiz? O'g'lim baquvvatligini qarang, qurban bo'lmaydi. Aka, o'zimizga o'xshab baquvvatlardan keldi, qo'yladi ham aka. Qo'chqorda nakachinlari dahshatlari keldi aka. Obunachilar savol berishyapti, chiqarayotgan qo'ylaringiz qurbonlikqa tayyor bo'ladimi deyapti aka. Qurbonlikqa yetib borib aka, o'tib ham ketadiganlari keldi. Bor aka, qurbonlikqa emas, hozir ham olib borib so'yirdiganlar, ehsonlar o'tkazadi. Barakasini ber, so'yilib o'tirib. Qo'zini akalar eng yiriklaridan. Videoni so'nggacha kuzatavering akalar. Like bosmadingiz aka, bitta bosib qo'ying iltimos sizdan. Qo'zini akalar nakachinlari. Nech bosh bugunga Abdulla aka? Aka, bugunga xudo xolasa 150 bosh qo'yimiz bor aka. Mana qarang-da Abdulla aka. Aka. 100 bosh. Birinchi partiyamizga nechta? Birinchi partiyamizga 55 dona aka. Kelib ko'rishadi, lakassani birinchi ravishda tashlaysiz, a? Aka, kelib ko'rib olishaveradi aka. Xudo xolasa tevasi kelsa bor, obunachi ketishilmay qolishadi aka tevasi ko'rib. Qo'chqorda nakachinsiz aka. Ketishmaydi oldi aka. Bu qo'yda ko'rib olasizmi, ko'rmay olasizmi aka? Haqiqiy qo'zini libitillariga tavsiya qilamiz. Xo'p, yosh oilaga qachon yetib keldi? Yeb, ichari, sog'lik, salomatligi. Abdulla aka. Bichara aka bir haftagacha sinab olishaveradi. Bexijolat o'ynashmasin aka. O'ylab o'tirmang aka. Yetib kelgan aka, kecha kuni yetib kelgan aka. Endi bu qo'yni yeb icharida muammo bo'lsa, bunaqa darajada semiz bo'lmaydi akalar. Mana qo'zini qarang. Nakachini, voy jonivor. Mana qo'zi dumbasini qarang. Voy vo. Aka boqing, bitta boqing. Starapman men zo'ridan boqing, mazza qilib. O mikichkin bo'lmaydi akalar, o'ylab o'tirmang. Ishqibozchilikqa boqada qoldi aka. Zotqa ham ketaveradi xolos. Nima deymiz bularni yosh oyligini? Ular yosh oyligim aka 7 oylik qo'zilar aka. 7 oylik, 6 oylik atrofi. Voy, urib qolaman deng, mana qo'zini yelkani qarang, yelkani oldi ketib bir xil deyishaveradi, oldi ketib. Mana akalar ko'rib-bilchi. Qo'zlar ichida bor, 55 ta qo'yimda ichida aka, ichida mujmala bo'lsa ham qolib ketaveradi mana shu yerda aka. Qo'yda ichida mujmala, mana mujmal ekan deyishgan. Qo'y qolaveradi mana shu yerda aka. O'ylab o'tirmasin. Abdulla aka, nima deymiz buni? Gap, mo'g'arang ko'rinib turibdi qo'chqor. Qo'zi ko'rinib turibdi. Qo'zini buni issiq kunda ko'p qiynamaylik. Odamni ham ko'p qiynamaylik. Qo'zi ko'rinib turibdi. Shuning uchun ashulasini ayting. Aka, buni ashulasimi? Ashulasi xudo xolasa yengil bo'ladi obunachilar. Bir qo'shig'ini eshitaylik. Ammo aka, qo'shig'i 42-4 million emas aka. Fonogrammasi kerak emas. Ha, unaqa emas aka. 4 million 38 ham emas aka. Keng, qo'lda bering. Mana aka 55 tasini bir joyga oldim degan obunachilar 3 million 600 ming so'mdan kami ham bor aka. Barakasini bersin. Endi Abdulla aka, qo'y nakachinni. Savremenni qo'chqor. Mo'g'arangda. Buni oladigan odam ham chakana qo'y odam emas. Endi hapoma. Hamma inson bir xil, lekin hapoma. Mana qo'yda gavdasi bilan o'zingizning gavdangizga yarasha gapiring. Bo'ldi aka, keng. Kami bor sizmi aka? Kami ham u meda juda kam emas aka. 50 ming so'm, 10 ming so'm o'tdim. Unda qasi yo'q aka. 200 ming so'mdan kam mana. Barakasini bersa kerak. 400 ming so'mdan 55 tasini bir joyga olsa ketdi aka. 3 million 400 ming so'mdan. Voy, aka, Qo'chqorda nakachinisi do'ring qo'ymiz. O'ylab o'tirmang, qo'zini oldi. To'xtang. Aka. Qo'chqormi? Aka, irg'achi, axtasi bo'lsa o'zimga tan aka, qoladi mana shu yerda. O'ylab o'tirmasin bekarga. Aka, bekarga ketaveradi. Barakasini bersin. Mana kashtanni qarang.
nima deyapti? Mo'g'ram. Akamizning haqiqiy o'zlari o'sha polvon deyapti. Baliq yo'q semiryapti aka, baliq. Voy jonivor. Ko'ring aka. Ey, buni ustida bir qari juni yo'q. Aka bozorda ham 4,5 kam bor deydi aka. Ey, Abdullakim. Ey, Abdullakim, buni gavdangni qara, qo'zini gavdasini qara. Buni baquvvatligidan sadar qo'lingga ushasa bir unchamchasini titrab turadigan bola seni qo'lingga kelganda kuchsizlik qilib qolyapti. Buni qo'ydi 55 tasini uka. Bor barakasi qanchasi nima deysiz? 55 tasi aka 3 million 400 ming so'mdan dastlabkasi Samarqandgacha yetkazib beraman aka. Abdullakim. 3 million 400 ming aka darom bo'lyapti 3 million 400 ming so'm. Mana shu qizlar bor aka. Januardagi 3,5 million so'm. 36 aka ushlatmaydi bozorda ham aka. Libo yerga borib solishtirib ko'rsak 4,5 million so'm kami bor deydi qo'zlar. Abdullakim, buni qarang-da. Januarlar ko'raman aka. Necha yildan beri ishlaymiz? 1,5-2 yildan birida aka. Mana 2 yil, 3 yilga to'layapti-da. Mo'g'ram. Kanal ochilgandan beri xudo xolasa obunachilarimiz sizlardan xursand. Lekin mana bunda yanada ham xursand qiladi. Aka xudo xolasa olishadi aka, uylarga boradi-yu qo'ya, o'rinmay pul sanab berishadi qo'zlar aka. Ko'rib turib, sifati bor, qo'zining sifati aka boshqa tomonda hamma tomonlama aka. Dahshat kelgan aka. Qo'ydi zo'ra xudo xolasa aka Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroyda bo'ladi aka. Bemalol tashrif buyurib kelib akalar ish bitadi inshaalloh. Bu qo'raga qutuq qo'raga kirgan inson xudo xolasa bitta olaman degan obunachimiz ham aka, 100 ta olaman degan obunachimiz ham ishini bitirkizib beraman aka. Aka buni 55 ta qo'y savdosi bo'lyapti. Keyin aka mana yana 100 ming so'mdan aka. Barakasini bersa aka. Voy, bir o'tirganda 5,5 million pul o'tilyapti, jon aka. 5,5 million pul, ha? 5,5 million pulni bu bir oyda, jon aka, 2 oyda. Mana qo'lchiqlarni qarang. Belini qarang, semizligini. Qo'ydi ichida monos kichkina ekan deyilmaydi kelib. Akalar kichkinasi qolaversin. Aka ichida mujmali qolib ketsin. Kichkina barra mujmali bo'lsa qolib ketaversin. Endi aka qo'ydi zo'rini olyapsiz-da, xudo xolasa aka bitta boqing, zo'ridan boqing. Abdulla akam, mo'g'arangda bu 55 ta qo'ydi endi hamma ham birdek torta olmaydi. Hammani cho'ntagi o'ziga bog'liq. Aka 3 million 300 ming so'mdan darim bo'lyapti, arzon bo'lyapti aka. O'zimga arzon keldi aka. Arzon sotaman aka. Dangaliga. Tellavosin. Aka tellavosinmi? Tellavosin aka 100 ming 200 ming emas aka. Bu tellavosin 3 million 300 dan. 3 million 300 ming so'mdan yoqqanlar chiqib ketsin aka. Tilimga javob aka 3 million 300 ming so'mdan ayda berarkan deysa aka kelishursa aka 3 million 300 mingdan hech qayerdan tovush olmaydi bunaqa olsin aka. Aka 33 dan yoqqanini tellavom. Voy aka zo'rini tellavom. Ejrat uchun tortib xohlaganingizni. 3,5 million so'mdan ayda bersa aytishadi aka. 3,5 million so'mdan bersa aka kelib 3 million 300 dan aka yoqqanini olib chiqib ketsin mana aka. Optimal. Maqsad sotish obunachilar, realni dangali gap. Maqsad sotish, arzon keldi, arzon chiqaryapman. Bir qo'ra, bir qo'tan, bir qo'tan. cho'pon. Voy jinoy. Abdulla akam, Yemini yeb Mo'g'ara. aka, qo'ziladi. bu qo'yda haqiqiy ishqiboz tushunadi. Bu qo'yda ajratmay olsin. Xudo xolasa ajritmay olishadi aka. Bitta qo'ysin. Optimaga o'tib beraman bo'ldi, gap so'z yo'q aka. Qancha? Optima mayda chudamas aka, keyin yana 50 ming so'm, 10 ming so'm qilmay, yana 100 ming so'mdan keyin 32 da Barakasini bersa kerak. Og'onga ham, sotgonga ham xudoyim barakasini bersin. 32 da akalar, xotirjam bo'ling. O'zingizga umerim bo'lib akalar qo'ydi. Voy, ko'p bo'ridan olaman deydigan akalarimiz uchun. Tellavon 33 dan, Optima akalar 3 million 200 ming so'mdan dastavkasi Samarqandgacha yetkazib olib borib beriladi. Bir izlang, aylaning. 3 million 200 ming so'mdan aka. Akalar qo'ydi ichida maydasi bo'lsa qolaversin. Qo'ydi ichida chuchumali bo'lsa qolaversin. Xudo xolasa og'onga ham sotgonga ham barakasi bersin. Bundan bo'lsa aka har qayda ham bo'lmaydi. Bu betay tepa Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroyda bo'ladi. Inshaalloh kelib ko'rib o'zingiz guvoh bo'laverasiz. Qo'zini normallisi, nakachinisi zo'rida olaman degan odam bugun Abdulla akimni qo'yib bermasa kerak. Nima qilasan, xudo xolasa aka, hammalarning ishini bitiramiz aka. Inshaalloh akalar o'ylab o'tiraman. Tars laykni bosishni unutmang. Bu hali birinchi partiyalar, bundan keyingi ikkinchi podxodlar. Ketdik. Endi ikkinchi partiyalarga akalar yanada puli yengilroq variantlarda so'raydigan aka-ukalarimiz uchun yanada puli yengilroq variantlari soni 30 don aka. 30 ta akalar pachka, Pachka. yosh oilaga Yosh oylik aka 6 oylik ularga. Nargilarni ukasiga nargilar sheriga 6 oylik plyusdagi. atrofi akalar endi aniq tug'ilganda tepasida bo'linmagan. Hop, hammasi 100% qo'chqor aka. Qo'chqor aka deb qoladi. Tars narx aytib ketaveradi. Ammo Aka- standart qo'chqor. Ha, kunamiz bo'lyapti. Obunachilar aka, bugun 6 partiya qo'y chiqaramiz aka. Shuning tars narxini aka, dangal aytib qo'ya qolamiz aka.
Onu o 34 berasiz, 33 berasiz, 32 berasiz emas aka, keng. Yo, Oldu beram. Aka 3 million ham bermaydi. 3 millionmi? 3 million berishyapman. 3 million so'mni sotdim men. Abdulla aka. Dastlabkasini Samarqandgacha yetkazib beraman aka. 3 million so'mdan, lekin territoriyani zonani, mana shu zonani aylanib ko'rsa, 3 million so'mdan bermaydi aka. Xohlagan yerlarni aylanib ko'rsa, 3 million so'mdan darim aka. Ana shu bermaydigan narxi kerak. Bermaydigan narxmi? Aka 3 million so'mdan bermaydi deyapman-ku. Abdulla aka. Topisholmaydi o narx bo'ladi. Aka, mana mayda chudasi yo'q. Qo'zini yaxshilab ko'rsatib oldingiz bu obunachilarga. 30 tasini bir joyda oldim degan obunachingizga aka 10 ming, 20 ming emas, ya'ni 100 ming so'mdan kam. Barakasini bersin. 2 million 900 ming so'm. Pachkani buzmayotgan obunachingizga aka. 30 bosh akalar 2 bir million yerga. 900 ming so'mdan. Mo'g'aran standartligini qo'zini. Bir xilda standart qo'chqar ekan akalar. 30 ta maza qilib boqaman deydigan akalar uchun. Tanlavosin. Tanlavosin aka 3 million so'mdan tanlavosin. Yo'q qo'lin aka Mayda 3 chudasi yo'q aka. 3 million so'mdan xohlagan qo'chqaringiz ichidan aka tanlab olaverasiz jon aka. Yirik qo'zi, qo'zini zo'rini boqaman deysiz. Impalani zo'rini minyapsiz. Inamargan dahshatni minyapsiz. Qo'chqar ham dahshatidan boqing. 30 ta qo'ydi boqsin aka, buydan ketin o'zi olib beradi. Impalami, Kia K5mi olib beradi, xudo xohlasa. Barakasini bersa o'ylab o'tirmay aka. Ana biz sizga imkoniyatda kattasi, eng asosiysi aytaymi, qo'chqorni suzishidan, urishidan zerikkan aka-ukalarimiz bo'lsa bor. Mana biz Aka bitta qo'tan, bittaligini yurgan aka, tug'ilgandan. endi hammani ko'yniga kelib qoladi Abdulla akim. Tanlab olishi 100 ming so'm pul so'rayapti, o'zlari tanlab berishmasmikan desa, O'zi minus narxida qo'yib beryapman aka. Bo'ldi aka, ichidan 2 dona chiqarib beraman minusiga. barakasini bersin. Telefon qilishga shoshir. Mana bolani chiroyli qilib duo qilib Telefon qo'y. qilasan, obunachlar to'xtasa ish bitadi. Endi ayda-bayda yo'g'idan sport o'yinlaridan boqaman deydigan akalarimiz yo'q bo'lsa, Xudo xohlasa akalar sport o'yin variantlar. Nasa qilib aka, zotqa boqaman degan obunachingiz uchun aka, 10 dona pachka aka. Bitta qo'ra. Kavagida o'qta bu. O videoni oxirida chiqaramiz dedik, obunachilar aka yarmida chiqarak. Kutib qolishmasin buni aka tisht kavagidog'ini. Hammasi qo'chqor. Yo'q aka, bitta irg'achisi bor aka, 9 ta qo'chqor aka. 9 boshi qo'chqor akalar, bitta irg'achisi bor. Yosh oyligi qanaqa? Yosh oyligim aka 5 oylik 200 minus aka. 5 oylik akalar atrofi endi aniq tug'ilganda tepasida o'lim bor. Tepasida bo'lmaganmiz aka. Ana shu birinchidagi irg'achi ekan akalar. Ana shu irg'ach aka. Birinchidagisi aka irg'achi ekan. Ana shu irg'achi ekan. Qolgan 9 tasi qo'chqor. Xo'p, nima deymiz Abdulla akim bular? Narx-navo. Aka bu narx-navosimi? Narx-navosiga dollar o'ynalmaydi aka. So'mda keyin so'mda sotamiz. Maqsad sotish keng, qo'lda berib. Aka 10 tasini bir joyga kelsa 27 million bor aka. 27 millionga dastlabkasini Samarqandgacha yetkazib beraman aka. Samarqandgacha aka dastlabki qilib yetkazib olib borib beriladi. Keng Xotirjam. aka, bo'ladigan ish qilaylik. Maqsad sotish dedimi? Obunachilar maqsad sizlar olish bo'lsa, men sotdim 2 million 600 dan. Ey Abdulla akim. 2 million. Yo'q, men qarang, halol bo'ling, mana shu to'xtab turing. Telefon qilgan odam qanchadan deydi? Tengil gapiring. Telefon qilganmi? Ha, mendan meki chiqqan gap bo'lmaydi. Narx-bahni so'ramaydi. Bu oldim deydi aka, qo'zini sifatini ko'rib aka. Men sotdim 2 million 600 ming so'mdan dastlabki Samarqandgacha. Bor aka olishni aka. Men qarang. Mashina. Maza qilsin. Aka telefon qilasan, xayrasini qilib beraman. Ya Abdulla aka. Yo aka, qo'yga qarab, to'g'risi gapda bizniki ham. Qo'yga qarab. Qo'yga Men qarang, yo to'xtab turing. Qo'yishyapti, Mana qo'ydi shu aka. qo'ydi. Maza 3 qilsin. milliondan ham qo'yishyapti aka. Ya, qo'yayotganni qo'ying. Biz arzon joyda olamiz keladi. Dengel gap. Men o'zim ham, shaxsan o'zim ham bir realni gapiraveraman. Shaxsan o'zim ham siz ham borib qo'ydi arzon topgingiz keladimi? Olayotgan inson ham arzonlog'isi keladi. O telefon qilsa o'tib beraman aka. Abdulla aka, O'tib beraman aka. mard bo'ling. Bo'ldi 50 ming so'm ekan. Abdulla akam, gavdaga yarasha gapiring. Mard gapiring. Aka ustozim haydaveradi ama. Abdulla aka, Dangaliga. ustozingiz ichida o'tiribdi mana. Realni hozir haydasa, hozir haydasi. 2,5 million sotdim. Barakasini bersa o'ylab o'tirmay aka. Aka pachkani buzmayotganga aka. Ammo pachka o'zi buni ko'rgan odam Abdulla aka Aka, ko'zi qarang quyadi aka, buni telefon ajratgani. aka, Telefon qilib o'tib ber, bunchadan deyishmaydi. 2 million 500 ming so'mdan aka. O'zim kerak bo'lsa o'zim olaman lekin keyingi safar aka. Maza qilsin. Og'on odam maza qilsin, men rozi. Akalar chiroyli qilib duo qilib qo'ying. Bu ustozingiz ham o'zi ola qarashni boshladi. Endi aka bu nechinchi partiyamizligini ham bilmay qoldim. Shu partiya qo'yingki. Partiyamiz aka. Xo'p, nechta beyda? Beydami? Beyda 16 dona aka. 16 Bir pachka bitta obunachisi ketdi. Maza qilavering. 15 ta 20 ta qo'y qidirib, pul arzondan qidirgan akalarimiz uchun. Kamdimba sergosh variant. Yosh oyligi qanaqa? Yosh oyligimi aka? Yosh oyligi 4 oylik plus minusda aka. 4 oylik akalar atrofi endi aniq chisla minut daqiqa bilinmaydi.
Tug'ilganda tevasida bo'lmaganmiz aka. Ha, realni gapni gapirilaveradi. Bir akamiz so'rabdilar, xon taxmin bo'ylarini aytib keting. Bir aka 65 atrofidagi qo'zini. Hop. Aka bu material masi aka metrasi 60 ga olsin aka. 55 ga olsin aka. Narxini olsin. Metriga pul berishmaydi. Pulini olsin. Pulini bersin bo'ldi aka. Qo'y yetib Qancha? aka. Narximi 2,5 emas, 24 emas, keng. Bo'ladi. To'xta. Mana bor aka. Voy, tanlab olsin. Ey, mard bu. Tanlab olsin. Bor Bor aka. o'ylayver. Endi optimni gapiring. Optim g'ami? Optim o'tib beraman aka. Qancha? 2 ta g'achsi bor. 14 ta G'achsi bor. 2 ta g'achsi bor, 14 ta qo'chqor aka. Hammasini bir joyda obunachimiz aka. O ketdi 2 million 200 ming so'mdan. Bor akasini o'ylayver. Dastlabkasini Toshkentga yetkazib beraman aka. Qo'chqorini olsin. Qo'chqorni olsinmi? 23 ta olsin. Qo'chqorini olsin. 23 ta olsin. Abdulla aka. Bo'ldi 22 ga. Bor akasini o'ylayver. Hop, sovlig'ini olsin. Sog'lig'ini olsinmi? Sog'liq ketdik 2 milliondan. 4 millionga Bor akasini bersa, ukamiz o'ta duo. Shirayliq akalar. Ama kam dumbasidan istayveradingizmi? Mana kam dumba aka, bundan ortiq dumbasi endi kam bo'lishi. Uni o'sha aka qo'pol olsa dumbasi yo'q qo'ya olish kerak. Allohga mandalasha qo'zidan 2 milliondan bermayapti aka. Ana sizga Aybiyatni imkoniyat. boqishga tayyor qilib qo'ygan Agar aka. jullari olib, tayyor holatga keltirib qo'yilgan varianti. Xudo xolasa aka telefon qilishga shoshilavering. 14 ta 15 ta pulim sement sifatga emas, songa ishlayman deydigan akalarimiz uchun imkoniyat kattasi aka. Xudo xolasa aka yutib ketasiz, soniga yutib ketasiz. Hali bitta molni puliga aka 16 ta qo'zi keladi. Mana sizga imkoniyat, foydalaning. Bilgan bildi, bilmagan Bilmagan o'zi bildi aka.